Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Tramp Eron bilan sulhni qachongacha uzaytirganini ma'lum qildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan tuzilgan vaqtinchalik sulh muddatini 26 aprel yakshanbagacha uzaytirdi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Ynet nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Oq uy bu qaror haqida Isroil tomonini ham oldindan xabardor qilgan. Tramp sulh muddatini uzaytirish haqida 21 aprel kuni e'lon qilgan edi. Bu qaror Tehron o'sha kuni Pokistonda rejalashtirilgan muzokaralarni e'tiborsiz qoldirgani va AQSh talablariga javob bermaganidan so'ng qabul qilingan. Oq uy rasmiy ravishda aniq yakuniy muddatni e'lon qilmagan. Prezident matbuot kotibi Karoline Levitning aytishicha, Tramp qat'iy muddat berilmagan va o't ochishni to'xtatish rejimini saqlab turib, butunlay mag'lub etilgan rejimda ma'lum darajada moslashuvchanlik ko'rsatmoqda. Hozirda Eron tomonidan AQSh takliflariga qandaydir javob kutmoqda. Levitning ta'kidlashicha, Tehronda ichki kelishmovchiliklar mavjud. Ayonki, u yerda jiddiy ichki bo'linish bor. Hozir Eronda pragmatiklar va keskin siyosat tarafdorlari o'rtasida kurash ketmoqda. Prezident esa yagona va aniq javobni kutmoqda, degan Oq uy vakili. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan o't ochishni to'xtatish rejimini uzaytirish haqida buyruq bergan. Keyinchalik Tehron rasmiylari AQSh prezidenti Donald Trampdan o't ochishni to'xtatish rejimini uzaytirishni so'ramagani va bu uzaytirishni qabul qilmasligini aytgandi. AQSh o'z fuqarolarini Eronni zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. AQSh Davlat departamenti mamlakatda aviaqatnovlar qisman tiklanganiga qaramay, amerikaliklarni Eronni zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Bu haqda mahkama matbuot xizmati xabar berdi. AQSh fuqarolari Eronni zudlik bilan tark etishlari, mahalliy yangiliklarni kuzatib borishlari va Erondan chiqib ketuvchi reyslar haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun tijorat aviatashuvlariga murojaat qilishlari lozim, deyiladi AQSh Davlat departamenti xabarida. Mahkamaning aniqlik kiritishicha, Eronni nafaqat havo yo'llari, balki quruqlik orqali Ozarbayjon, Armaniston, Turkiya yoki Turkmaniston orqali ham tark etish mumkin. Shu bilan birga joriy yilning 18 aprel kuni Eron rasmiylari havo hududi qisman ochilganini va mamlakat sharqida parvozlar tiklanganini ma'lum qilgan edi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Oq uy rahbari muzokaralar yakunlanguniga qadar Eron bilan sulh muddatini uzaytirganini, shuningdek, Eron AQSh bilan portlarni blokadasini davom etishi haqida xabar qilingan edi. Keyinchalik Tramp Eronga tinchlik muzokaralariga qaytish uchun bir necha kun vaqt bergani ma'lum bo'ldi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, Eron bilan aloqasi bo'lgan kema to'liq yuklangan va Singapurga ketayotgan edi. 28 fevral kuni AQSh va Isroil Eronga qarshi harbiy operatsiya boshladilar va bir nechta shaharlarga hujum qilishdi. Operatsiya Yaqin Sharqda keskinlashuvga olib keldi. Barcha Fors ko'rfazi mamlakatlari mojaroga tortdi va Hormuz bo'g'ozi to'sib qo'yildi. Eron, AQSh va ularning ittifoqchilari 2026-yil 8 aprel kechasi sulh bitimiga erishdilar. Bu bitim 21 apreldan 22 aprelga o'tar kechasi tugaydi. Tomonlar mojaroni hal qilish uchun Pokistonda muzokaralar o'tkazishga harakat qilishdi, ammo 11-12 aprel kunlari bo'lib o'tgan birinchi bosqich hech qanday natija bermadi. Yaqin kunlarda muzokaralarning yangi bosqichi bo'lib o'tishi mumkin. Global energetika inqirozini keltirib chiqargan Hormuz bo'g'ozi atrofida vaziyat noaniqligicha qolmoqda. Ikkala tomon ham uning ochilishini turli chastotalarda e'lon qilmoqda, ammo mintaqadagi yuk tashish amalda to'xtatildi.